Birinchi qavatdan podval bilan birga kvartira qidirib bo'lgan obunachilarimizga 2 xonalik katta balkonga ega bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqadi. Shuni ko'rsatib o'tamiz. Oshxona qismida biza ko'chadan alohida, o'zidan alohida eshiklari bor. Mana bu yoqda balkon qismi, derazalar hammasi cho'blik turibdi, pardalari jalyuzi qilib qo'yilgan. Bu tomonda spalnaga chiqaverishdagi eshigi, mana bu tomonda deraza verandalari zalniki. Proyekti ichma-ich fonviy remontdan chiqqan kvartiramiz. Asosiy zal qismi, zalimiz kattaligini ko'rib turibsizlar. Uyimiz balandligi 270, jihozlari olib ketiladi. Mana bu tomonda asosiy podyezddan kiraverishdagi eshik, mana bu sanuzulimiz ko'rinishi. Devor atrof patolog qismidan plastik qilib o'rilgan, oyoq taglari kafli qilib qo'yilgan. Unitaz va rakvina normal holatda saqlangan. Bu tomonda esa asosiy yotoqxona qismi. Kiraverishda asosiy yotoqxona qismi, yotoqxona ham kattagina, balkonga ko'rib turibsizlar arka qilib qo'yilgan. Bemalol qo'shib katta xona qilsa bo'ladi. Mana shu 2 xona birinchi qavatda joylashgan va uyimizni tagi to'liq podval bo'lgan kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerdan qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar, Kanechka most. Narxi 29900, yana ozroq summada kelishadi. Plus kvartiramiz ikkilamchi kreditga ham beriladi. 4 qavatlik paneldorlik birinchi qavatda srochna sotilyapti, uglovoy kvartira. E'tiboringiz uchun rahmat.